Kapalak ventirlar. Ventillar bu suyuqlik oqimini yo'naltirish, boshqarish va tartibga solishga mo'ljallangan moslamalardir. Ular suyuqlik oqimini o'tkazishi, uzib qo'yishi yoki bosimni hamda Videoda biz kapalak ventli ventir qanday ishlashini tushuntirib beramiz. Kapalak ventli ventir o'z nomini ichidagi tiqin shakli va uning harakatlanish tarzidan olgan. Tiqin disk shakliga ega bo'lib, uning ichidan o'tuvchi o'q kapalakni eslatadi. Oqimni to'sish uchun ushbu disk o'z o'qi atrofida 90 gradusga buriladi. Bu harakat kapalak qanotlarining harakatiga o'xshaydi. Oqim butunlay to'xtaydi agar disk ventir ichidagi aylanma qismida joylashgan teskari tayanma uzilga mahkam bosilsa. Ventirlarning ko'pchiligi yumshoq materialdan yasalgan tayanma uzilga ega bo'lib, disk shu materialga zich yopishadi. Agar kapalak ventli ventir og'ir ish sharoitlari uchun mo'ljallangan bo'lsa, unda ikkita metal tayanma uzil bo'ladi. Bittasi tiqinda, ikkinchisi esa joylashuv halqasida joylashadi. Ventir o'qi atrofida esa maxsus zichlagichlar bo'ladi. Bu zichlagichlar zichlagich qutisi va uning joylashtirilgan maxsus halqachalar orqali suyuqlikning sizib chiqishini oldini oladi. Bu esa ichki mexanik qismlarning zanglashini yoki ifloslanishini to'sadi. Kapalak ventli ventir korpuslari turlicha ulanish usullariga ega bo'ladi. Ikki gardishli ventir. Bu holda ventir ikki gardish orqali quvurlar bilan mahkamlanadi va bular boltlar bilan biriktiriladi. Plastina uslubidagi ventir. Markazlash teshiklari orqali har ikkala quvur bir xil boltlar bilan ulanishi mumkin. Vida uslubidagi ventir. Bu turdagi ventirlarda bir nechta tishli markazlash teshiklari mavjud bo'lib, ular boltlar yordamida ventirlarni joyiga mahkamlab qo'yadi. Bu usulda gayka kerak bo'lmaydi. Uchuvchi, ya'ni payvandlanadigan uchli ventir. Bu holda ventirning har ikkala uchi quvurlarga payvandlash uchun tayyor bo'ladi. Kapalak ventli ventir. Bu aylanish harakati asosida ishlaydigan ventir bo'lib, diskni bir marta burash oqimni to'liq ochish yoki to'liq yopish uchun yetarli bo'ladi. Shuning uchun bu ventir tezkor deb ataladi. U qo'lda boshqariladigan g'ildirak orqali harakatga keltiriladi. Bu g'ildirak ventir o'qiga tishli uzatma orqali ulanadi. Bu esa burish kuchini oshirib, mahkamlashni osonlashtiradi. Biroq bu usul tezlik hisobiga erishiladi. Qo'l tutqichi yoki g'ildirak o'rniga ko'plab ventirlar elektr mexanik boshqaruv qurilmasi orqali ishlaydi. Bunday boshqaruvlar elektr dvigatelli yoki siqilgan havo yordamida ishlaydigan pnevmatik silindrli bo'lishi mumkin. Kapalak ventli ventir katta hajmdagi suyuqlik yoki gaz oqimini nisbatan past bosimda yoki yuqori haroratda boshqarish uchun juda mos keladi. Shuningdek, tarkibida ko'p miqdorda qattiq zarrachalar bo'lgan aralashmalarni ham boshqarishga yaroqlidir. Dunyo miqyosida kapalak ventli ventir boshqa turlari, ya'ni sharcha ventir, tiqinli ventir, eshikli ventir va gumbazli ventirlarga nisbatan 3 ta asosiy ustunlikka ega. Yirik loyihalarda qo'llaniladi. Bu esa uning afzalliklarini yanada yaqqol namoyon etadi. Mana bu yerda siz haqiqiy kapalak ventli ventirni ko'rishingiz mumkin. Uni tiqin shakli orqali osongina tanib olish mumkin.